Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonda hafta boshidan qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet ertaga 20-oktyabr kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-9 darajada, kunduzi 21-23 darajada bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0,5 darajada, kunduzi 13-18 darajada bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 darajada, kunduzi 21-26 darajada bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 darajada, kunduzi 20-25 darajada bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 6-11 darajada, kunduzi 23-28 darajada bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 darajada, kunduzi 18-23 darajada bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi baland tog'li hududlarga qorga aylanishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 darajada, kunduzi 15-20 darajada bo'ladi deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng va tez tarqalishi uchun obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.